بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم أعزائي الطلاب والطالبات أعزائي متعلمي اللغة العربية، كيف حالكم وكيف الدراسة عندكم؟ أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. نبدأ درسنا الجديد، وفي هذا الدرس نتكلم معكم عن نظام جديد لامتحان السفلي إن شاء الله تعالى. أولا لابد علينا أن نفحص الشاشة والصوت. birinchi bo'lib ovoz bilan ekranni tekshirib olishimiz kerak. Muammo bormi, muammo yo'qmi? Ovoz va ekran deb yozib qoldiryapman. Xo'sh, bitta plus qo'yib olingizlar, hammasi joyida bo'lsa. Tamam. Hammasi joyida. Bunda boshlayveramiz. Diqqat bilan tinglaysizlar. إن شاء الله أتمنى هذا الدرس سيكون مفيدا لكم. foydali bo'ladi degan umiddamiz. Tamam, boshlaymiz yaxshilar. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, muammo bo'lmayotgan bo'lsa boshlayveramiz. Men alohida yana boshqa jihozlarni orada muammo bo'lib qolmasligi uchun ochib qo'yaman kommentlarni, kuzatib turaman. Yaxshi, boshlaymiz. Bismillah. Bismillah ala barakatillah. Tamam. Ya aziza, sifr imtihon yangi formati bo'yicha bugungi darsimizda suhbat quramiz. Bilamizki, yaqinda sifr topshirayotganlar boshqa tillar kabi arab tilida ham o'zgarishlar bo'ldi. Sifr tizimida mana shu o'zgarishlarga, ya'ni qanday baho beramiz, aslida bu o'zi yaxshilikka bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi? Shu haqida nima qilamiz? Suhbat quramiz. Birinchi bo'lib kelingizlar, yangi format bilan tanishib o'tamiz. Yangi format o'zi qachon joriy qilindi deydigan bo'lsak, yangi format 2025-yilning oktyabr oyidan boshlab imtihon yozuv qismi formati to'liq o'zgardi. Ya'ni oktyabr oyida kim topshirgan bo'lsa, aynan ular yangi imtihon formatida topshirishdi. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi format oldingisidan qaraganda ancha ijobiyroq va adolatli baholanishga olib keladigan bo'lib qoldi. Buni hozir sizlarga yanada tushunarliroq qilib aytib beramiz, xudolasa. Xo'p, nimaga adolatli bo'ldi deb aytadigan bo'lsak, bilamiz, multi-level imtihoni, ya'ni sifr imtihoni bitta darajadagi talabalarni baholamaydi. Bitta darajadagi talabalarni baholamaydi, balki turfa xil darajadagi talabalarni baholaydi. Mana shuni hisobga olgan holda endilikda misol uchun B1 darajadagi talaba kirgan bo'lsa ham yoki B2 darajadagi yoki C1 yoki undan yuqori darajadagi talabalar kirgan bo'lsa ham, o'sha talabalarni hammasini bir imtihon sistemasida baholash imkonini beradigan tizim yo'lga nazarda tutilgan. Bu o'zgarishdan orqasida ko'zlangan maqsad mana shu. Shuning uchun ham endi darajangizga qarab savolni ishlab, o'z darajangizga mos topshiriqni bajarib, o'z darajangizga mos ballni olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keling birinchi tizim bilan yaqindan tanishib chiqsak deymiz. Birinchi bo'lib tizim bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Imtihon yozma qismi o'sha doimgidek ikkita qismdan iborat. Birinchi qismda xat, ikkinchi qismda insho yozamiz. Yana o'sha ikkita qismdan iborat. O'zgarish nimada deydigan bo'lsak, o'zgarish birinchi qismda belgilangan mavzuda bitta shaxsiy xat, bitta rasmiy xat yozish so'ralyapti. Ya'ni oldin bitta xat yozardik, imtihonda oldinlari bitta xat yozardik, endilikda esa o'sha bitta xat ikkita bo'lib qolibdi-da. Ya'ni bitta shaxsiy xat, bitta rasmiy xat, mavzusi bitta. Va endi ikkita topshiriq bajaryapsiz. Yozuv qismi uchun vaqt o'zgarmagan. Yozuv qismi uchun o'sha 1 soat vaqt beriladi. Jadvalga qarashimiz mumkin topshiriqlar haqida, qanaqa baholanish sistemasi bo'yicha. Hop, birinchi qismda biz 1-1 va 1-2 degan topshiriqlarga nima qilib olishimiz mumkin, bo'lib olishimiz mumkin. Topshirish mazmuni qanaqa bo'ladi? Topshiriqning mazmuni desangiz, sizdan elektron xat yozish so'ralar ekan. Taqdim etilgan javoblar, topshiriqqa javoban paragraf darajasi uzunroq deb. Xullas, qisqa aytadigan bo'lsak, siz 1-1 va 1-2 da ikkalasida ham xat yozasiz. Faqat 1-1 da berilayotgan topshiriq B1 darajasidagi nomzodga mosroq tushar ekan. Ya'ni B1 darajasidagi talab yoza oladigan bo'lar ekanda uni.
Bu degani nima degani, siz agar vaqtingiz kam bo'ladigan bo'lsa, bitta shu xatni ham yechib tashlash, ya'ni shu xatni bajarib siz 30 dan balandroq ball olishingiz mumkin degan ma'noda ekanda. Oldin bilamiz 26lar chiqadi-yu, 15lar, hozir unaqa narsa yo'q. Ya'ni siz agar bitta xat yozsangiz ham ballingiz mumkin 30 ga borib qoladi. Xo'p, tafsilot haqida gapiradigan bo'lsak, do'stiga xat yozish bo'lyapti. Endi bu yerda sizni o'zingiz shaxsiy xat nima qilishingiz kerak ekan, yozish so'ralar ekan. Yozma shaklda bajarasiz. Ya'ni elektron xat deganda ko'pchilik endi kompyuterda yozar ekanmiz, endi kompyuterda yoziladigan bo'lib qolibdi deb nima qilishdi. Shunaqa deb shubhalar ham, shunaqa gap so'zlar ham tarqaldi. Yo'q, kompyuterda yozilmaydi, xatda yoziladi. Javoblar varaqasini ham ko'rsataman sizlarga. Xo'p, yozma shaklda o'sha imtihon varaqasiga yozasiz. Xo'p, sizga oldin rubrika beriladi. Hozir bularni ham gaplashib o'tamiz. O'sha rubrika, ya'ni yo'riqnoma asosida nima qilasiz? O'sha berilgan topshiriq asosida javob yozasiz. Bu ikkalasi bir xil, faqatgina 1 va 2 endi rasmiy xat. 1 va 1 norasmiy xat edi. Javob matni 50 ta so'z, 120 ta, 150 ta so'z bo'lishi kerak. Keyingisida esa, xo'p, ikkinchi topshiriq desa insho ham boshqacharoq insho. Buni ham hozir sizlarga qanday yozish haqida ma'lumot beramiz. Bu informatsion matn deb atalar ekan, yoki boshqacha blog post yoki forumdagi muhokama posti deb ham nomlash mumkin. Ya'ni buni to'laqonli insho deb bo'lmaydi bu topshiriqni va bu topshiriqqa ham qanday javob berishni men xudo xolasa hozir buni oxirigacha ko'rsak, darsda oxirigacha o'tirsak, xudo xolasa buni ham o'rganib olasizlar. Xo'p, yozma shaklda javob berasiz. Bunda ham 108 sonta 200 ta so'z oralig'ida bo'lar ekan. Topshiriq bitta ball bilan holistik baholash deyiladi. O'zi baholashning ikki xil turi bor: analitik baholash va holistik baholash. Analitik baholaganda har bir bo'lim uchun alohida ballar qo'yilib, umumiy shkalalar asosida baholansa, holistik baholashning yaxshi tarafi, holistik baholashda sizga umumiy hamma joyni hisobga oladi. Sizdagi matnga bitta qarab yaxlit baho qo'yadi. Baholashning yaxshi tarafi sizdagi, misol uchun, grammatikadagi kamchilik sabab yoki imloviy xatolardagi kamchilik sabab baholaringiz tushib ketmaydi. Oldin shunaqa bo'lardi. Endi bunda hammasini hisobga oladida bitta baho qo'yiladi. Bu agar topshiriq shartini yaxshi bajargan bo'lsangiz, holistik baholash ham darajangizni ko'tarishga olib kelishi mumkin. Ya'ni holistik baholashda ahamiyat beriladigan narsalar bu o'sha, ya'ni topshiriq bajarilishi, grammatik strukturalar, so'z boyligi, matn yaxlitligi, punktuatsiya, bular hammasi baholanadi albatta. Ya'ni bitta qilib. Hop, bu yerda men aytgan gaplar yozilgan. Muhim narsa haqida gapiraylik. Xo'p, muhim narsa haqida gapiradigan bo'lsak, uchala topshiriqqa ham 1 soat vaqt berilgani uchun har bir topshiriqqa vaqt o'lchovini bo'lib olishimiz zarur ekan. Masalan, 1 topshiriq uchun 10 daqiqa, 1-2 topshiriq uchun 20 daqiqa, ikkinchi topshiriq uchun 30 daqiqa topshiriqdagi xatlarni, yuqoridagi xat turlarini o'rganib olishingiz mumkin deb. Xo'p, bu hozir men buni insho kitobidan o'tib beryapman sizlarga darsni. O'tgan safar e'lon beruvdik, insho kitobi yaxlit va to'la holga keldi deb. O'sha bo'yicha o'tib beryapmiz. Shuning uchun xatlar yuqorida o'tgan bu kitobda. O'sha xatlarni o'rganish bilan hozir sizlar ham o'rgangan bo'lsangiz kerak, xatlarning umumiy mavzusi yoki ma'noviy guruhlari, topshiriq shartlari yoki nizomlari o'zgargani bilan o'zgarib qolmaydi, yaxshilab. Shuning uchun ham xatlarni yaxshilab o'rganib chiqqan bo'lsak, o'sha xatda o'rgangan iboramiz, strukturamiz o'sha faydalanaveramiz. Xo'p, 3 ta topshiriq bor ekan va 3 ta topshiriqqa ma'lum nima qilib oldik, vaqtlarni reja qilib olsak bo'lar ekan. Ya'ni bir topshiriq uchun xo'sh 10 daqiqa vaqtni reja qilib olsak bo'lar ekan. O'zimizga yozayotganda ham xuddi shunday yozaveringizlar. 1-2 topshiriq uchun 20 daqiqa va ikkinchi topshiriq uchun doim 30 daqiqangiz bo'lsin degan. Tushunarli? Mana shu muhim nuqta. Hop, bu yoddan chiqmasligi kerak. Buni men alohida rasmga guruhga ham tashlab qo'yapman. Xo'sh. Keyingisi topshiriq shakli bilan tanishib chiqishimiz kerak. Hop, keyingi bo'limda biz sizlar bilan topshiriq sharti bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, demak biz to'laqonli imtihon bilan tanishib chiqishimiz uchun birinchi bo'lib topshiriq sharti bilan tanishib chiqishimiz kerak. Ya'ni tasavvur hosil bo'lish uchun bizda topshiriq sharti bilan to'laqonli tanishib chiqishimiz kerak. Xo'p, topshiriq quyidagicha. Mana qaraymiz. Juz'ul avval, birinchi juz, bu topshiriq. Anta udvun fin nadir riyadi. Siz sportzal udv a'zosiz. Buni endi davlat test markazi taqdim qilganligi uchun kiritib ketdik. Talaqqayta xabaran abral barid al-elektroniy min mudir an-nadi. Siz elektron pochta orqali xabar qabul qildingiz o'sha nadi, ya'ni zal direktoridan. Ya
عضو العزيز إيه عزيز أعضاء. يؤسفني إبلاغكم بأن النادي سيغلق أبوابه لمدة شهر ابتداء من يوم الاثنين المقبل. biz afsuslantiradi, ya'ni bizga afsus beradi. İblağukum, ya'ni sizga yetkazishimiz, ya'ni sizga nima deyapti? Kelayotgan dushanba kunidan boshlab bir oy muddat davomida eshiklarimizni yopish, ya'ni sport zal eshiklarini yopish xabarini yetkazishimiz bizni xafa qiladi. يحتاج المبنى إلى بعض الإصلاحات. ya'ni mabna bino ba'zi bir islohotlarga muhtoj. Va nuxattitu aydan litarkib ba'd al-ajhiza jadida, va yana yangi ba'zi jihozlarni o'rnatishni ham rejalashtiryapmiz. Ma ra'yukum fi at-taghayyurat ukhra, yana fi at-taghayyurat ukhra, yana boshqa yangilanishlar haqida fikringiz qanday? Bima anna an-nadi sayatawaqqafu 'an al-amal li muddati shahrin, ya'ni xo'p, o'sha sport zal bir oy muddat davomida ishini hisobga olsak, فما هي الأنشطة البديلة التي يمكننا تنفيذها خلال هذه الفترة؟ يمكننا تنفيذها خلال هذه الفترة. تمام. خب qanaqa alternativ, ya'ni muqobil faoliyatlar bor? Mana shu vaqt davomida tashkillashtirishimiz mumkin bo'lgan. Nuqaddiru ra'yakum kaseeran, sizni fikringizni juda ham hurmat qilamiz deb mudirdan xat kelyapti sizga. Birinchi mana shu xat davomida, demak mana bu qism, yaxshi, mana shu biz ko'rib turgan qism, mana qizilga olyapman. Mana shu qism rubrika, ya'ni yo'riqnoma hisoblanar ekan. Bundan biz yo'riqnoma sifatida foydalanamiz. Hozir bu alohida pastda tushuntiriladi. Shuning uchun birinchi xatni o'zini o'qib olaylik. Ikkinchisida xat ikkala sharti bir xil, yaxshi. qaraydigan bo'lsak, sharti bir xil. Birinchisi aytayapti, uktub risalatan ila sadiqik, do'stingizga xat yozing. Va huwa aydan udwan fi nadi, u ham udwan fi nadi, u ham sport zalda a'zo. Abbir an mashairik, o'zingizning hissiyotlaringizni bayon qiling. Va ma ta'taqidu ala idorati nadi an taf'alu hiyala hadha al-wa'd. Mana shu vaziyat yuzasidan nima qilish kerak idora deb hisoblaysiz? 50 ta so'z yozing deyapti. Bu yerda endi xuddi shunday, mana shu mavzu yuzasidan xat, faqat rasmiy xat. Endi mudirga yozing xat deyapti. Unda ham o'zini hissiyotlaringizni, deyarli shartlar ham bir xil va idora nima qilishni hisoblaysiz deb bir xil shartlar, ko'ryapsizmi? Ikkalasi ham bir xil shartlar. Uchinchisini qaraylik, uchinchisi qanday bo'lyapti? Uchinchisi, anta tusharik fi niqosh abr al-internet li mutaallim al-lughat, o'sha til o'rganayotganlarni internetdagi bahs munozarasida ishtirok etyapsiz ekan. Savol qanaqa? هل العيش في المدينة كبيرة أفضل أم في بلدة صغيرة؟ o'sha katta shaharda yashash afzalmi yo kichik shahardami degan nima bor? Sizga munoqashadashyapti. Enshir ijobataka ma'a zikri al-asbab wa misli, ya'ni o'zingizni sabablar va misollaringizni nima qilishingiz kerak ekan, qo'shib javob olishingiz kerak ekan. 200 ta, 180 ta atrofida bo'lishi kerak ekan. Tamam. Biz bir marta o'qib oldik, endi yaqindan tanishamiz. Xo'p, birinchisida agar ahamiyat bergan bo'lsak, bir nechta jihatga ahamiyat berib o'tamiz. Birinchisi, vaziyatni ifodalovchi qismga ahamiyat berishimiz kerak ekan. Bu yerda qaraymiz, yuqorida aytiluvdi mana. Qorada belgilab qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Yuqorida mana shu qism vaziyatni ifodalovchi qism hisoblanar ekan. Ya'ni siz o'sha qanaqa holatda ekanligingiz tasavvur qildirilyapti sizga. Yana aytilyaptiki, anta udwan fi an-nadi ar-riyadi talaqqayta khabaran abra al-barid al-elektroni min mudir an-nadi deyapti. Ya'ni imtihon topshirig'idagi ushbu qism sizga qanday vaziyatda ekanligingizni xabarini beradi va bu sizga vaziyatni to'g'ri tasavvur qilishga yordam beradi. Demak, siz sport zal a'zosisiz va elektron pochta orqali sport zal direktoridan email qabul qilibsiz. Demak, sizga nima berdi? Bu vaziyat yuzasidan xo'p tasavvur berdi. Keyingisida esa keyingi qismni biz rubrika, ya'ni yo'riqnoma qismi deb nomlaymiz. Ushbu topshiriqda oldingi topshiriqlarda berilmagan yo'riqnoma, ya'ni rubrika beriladi va bu rubrika xat shaklida taqdim qilinmoqda. Sizdan ushbu topshiriqnomani o'qishingiz va sizdan aynan nima talab qilinayotganini aniqlab olishingiz kerak. Rubrika sizga yo'liqqanda siz nima qilishingiz kerak? Birinchi navbatda rubrikada sizdan berilgan, sizdan talab qilinayotgan narsalarni aniqlab olishingiz kerak ekan. Ya'ni rubrikada biz mana bizdan talab qilinayotgan joyini qorada belgilab oldik. Buni o'qidik-ku boya. Ya'ni ushbu yo'riqnomada remont ishlari ketyapti. Yangi jihozlar o'rnatilishi sabab sport zal yopilyapti. Voy, o'qidik buni. Bir oy muddatda. Sizdan esa mana shu yuzasidan ikkita narsa so'ralyapti. Birinchisi, sizning yangilanish haqida fikringiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, sport zal yopiq vaqtda idora nimalarni muqobil faoliyat sifatida tashkil qilishi mumkinligi haqida fikrlaringiz. Mana shu ikkita narsa sizdan so'ralyapti ekan. Shu ikki jihatdan ahamiyat bering va topshiriq belgilab oling, chunki yozadigan ikkala xatingiz ham ushbu so'ralgan jihatlaringizni. Tamam. Demak, mana shu ikkita jihatga juda katta ahamiyat berishimiz kerak. Bekorchi berilayotgani yo'q rubrikalar. Mana shu ikkita jihatga juda ham katta ahamiyat berishimiz kerak ekan. Hop.
Keyin nimaga deydigan bo'lsak, chunki ikkala topshiriqda ham mana shular haqida nima qilamiz, yozamiz. Tamam? Tushunarli? Endi uchinchi jihat, bu ikkinchi jihat edi. Biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan ikkinchi jihat edi. Endi uchinchi jihat haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi topshiriqdagi savollarga ahamiyat berishimiz kerak ekan keyin. Endi birinchi topshiriqdagi savollarga ahamiyat berib chiqishimiz kerak. Tamam. Muhimma 1-1, ya'ni 1-1 topshiriq va 1-2 topshiriq bularni o'qib chiqdik. Birinchi va ikkinchi topshiriqda ham savol bir xil bo'lishi kutilmoqda. Qarasangiz, ikkalasida ham savol bir xil. Savolda sizdan ayrim jihatlar so'ralar ekan. Ya'ni savolda sizdan ham yana savolda ham bitta topshiriq bor. Ya'ni bu yerga qaraydigan bo'lsak, buni ichida sizdan so'raladigan narsa bor, topshiriqning ichida ham so'raladigan narsa bor. Topshiriqning ichida ham sizdan nima qilinyapti, so'rab ketilyapti. Tamam, tushunarli? Topshiriqning ichida mana bu o'zingizning hissiyotlaringiz so'ralyapti bu yerda. Topshiriqning ichida aytyapmizki, e'tibor bersangiz, savolda o'z hissiyotlaringizni aytib o'ting deyilmoqda va qo'shimchasiga idora bu vaqt davomida nima qilish so'ralmoqda. Demak, siz topshiriq yozayotganingizda hissiyotlaringizni ham qo'shishingiz va yuqorida yo'riqnomada o'qiganimiz ikkala savolga ham javob yozib ketishingiz kerak. Bu topshiriqqa javob berishni keyingi sahifalarda ko'rib chiqamiz deyapmiz ekan. Xo'p, agar ahamiyat beradigan bo'lsak, bu topshiriq shartida mana bularga qo'shimcha qilib, yuqoridagilarga qo'shimcha qilib yana hissiyotlaringizni ham aytib o'ting degan bir bo'lim qo'shilyapti. Demak, tamam, demak muhimmada ham bitta topshiriq bo'lsa, xatimiz yozayotganimizda muhimma, ya'ni topshiriqdagi so'ralgan narsani ham xatimizga kiritib ketishimiz kerak. Tamam? Tushunarli? Keyingisi esa blog post qismi. Ushbu topshiriq inshodan farq qiladi. Bu savol turida sizdan o'z fikringiz va pozitsiyangizni himoya qilish so'raladi. Ya'ni bu to'laqonli insho deb bo'lmaydi. Bunga kirish qiling, bundan chiqish qiling va boshqa degan narsa yo'q. Ya'ni bunda siz o'zingiz fikringizni himoya qilishingiz kerak. Siz o'zingiz tasavvur qilishingiz kerak. Siz nimadasiz, debatdasiz, siz o'zingiz fikringizni zo'r qilib himoya qilib berishingiz kerak. Pozitsiyangizni o'zingiz ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni siz bu topshiriqqa avvalambor o'z fikringizni yozishingiz, keyin ushbu fikringizga tayangan misol va dalillarni sharhlab berishingiz kerak. Bu fikr inshosiga ko'proq o'xshab ketadi deymiz. Ya'ni bu blog postda, ya'ni sizdan o'zi bilasiz, o'zi post yozayotganda inson o'zini shaxsiy va o'ta shaxsiy fikrlarini yozadi. O'sha fikrlaringizni yozasiz, o'zingizni shaxsiy o'sha vaziyat yuzasidan o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni yozasiz, keyin o'sha sizni shu fikrga olib kelgan albatta sabablar bo'ladi, to'g'rimi? Bir nechta sabablar bo'ladi. O'sha sabablarni nima qilasiz? Misollar bilan, dalillar bilan tushuntirasiz. Nima uchun ana shu sabablar sizni mana shu fikrga olib keldi? O'shalarni nima qilishingiz kerak? Tushuntirib berishingiz kerak. Tamam, tushunarli? Endi esa muhim joyga keldik. Buni yozib qo'yamiz kanalga. Muhim joyga keldik deb. Ko'pchilik mumkin chiqib ketgan bo'lsa qaytib keladi. Topshiriqqa javob yozish joyiga keldik. Topshiriqqa javob yozish bu juda ham muhim. To'g'rimi? Qanday yozishimiz kerak o'zi topshiriqqa javob? Tamam, tushunarli. Topshiriqqa javob yozar ekanmiz, birinchi bo'lib javoblar varaqasi bilan tanishib olishimiz kerak. Endi kim oldin kirgan bo'lsa, tamam, javoblar varaqasini ko'rgan. Endi kim ko'rmagan bo'lsa, men ko'rsataman ularga javoblar varaqasini. Javoblar varaqasi, menimcha sizlarning ekranlaringiz tiniq ko'rinyaptimi? Tiniq ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Javoblar varaqasi qaraymiz. 1-1, mana 1-2. Bu orqasi buni. Ko'ryapsizlar? Bu orqasi va bu yerda ikkinchi topshiriq va buni orqasi. Sizga ikkita oq varaq berilar ekan. Imtihonda tamam, sizga ikkita oq varaq beriladi. Mana 1-1, 1-2, keyin ikkinchi topshiriq yozish uchun ikkita oq varaq beriladi. Tushunarli? Mana shunaqa shaklda bo'ladi varaqlar ham. Ekranda kichikaytirsam yaxshi ko'rinyapti shekilli. 1-1, 1-2, 2. Tamam, tushunarli? Shu ikkita varaq berilar ekan. Bu orqalarini ham men rasmga qo'yganman bu yerga. Ikkala topshiriq. Mana shu yerga javob yozib yuborasiz. Tushunarli? Xo'p, yuqoridagi rasmlarda javoblar varaqasi berilgan bo'lib, ushbu varaqaga belgilangan raqamlarga mos topshiriq javoblarini yozishingiz kerak. Ya'ni adashib 1-1 ga 1-2 ni yoki 1-2 ga bu 2 ekan, men bu yerda insho yozib yuborib, bu yerga kichkina qilib deb insho yozib yuborishimiz kerak emas ekan. Bunda o'zi topshiriqda berilgan topshiriqni nima qilishimiz kerak ekan? Yozishimiz kerak ekan, tushunarli? Iloji bo'lsa, yaxshilab bu o'zimizni ona til daftarimiz deb qaramasdan buni kataklar tashlab bemalol yozib olmaylik deyapmiz. Ya'ni chunki ixchamroq, tushunarliroq yozishimiz kerak ekan, javoblarimiz belgilangan joyga sig'ishi kerak ekan. Ya'ni agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 1-1 bilan 1-2 ning atrofi yaqin.
orasi yaqin agar siz katta qilib yozsangiz, hamma fikrlaringizni sig'dira olmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham shunday yozingki, katta tashlamasdan, lekin chiroyli, ixcham yozing. Shu fikrlaringiz shu joyga sig'sin. Kelishdikmi? Keling, topshiriqni birinchi shartiga namunaviy javob ko'rib chiqaylik deymiz. Endi nima qilamiz? Javob ko'rib chiqaymiz. Topshiriq edi, mana bu xato ketib qolibdi. Topshiriqni birinchi qismi, ya'ni xat yozish bo'limiga javob yozish uchun topshiriq shartida berilgan shartlarga amal qilish zarur. Ayniqsa, sizga berilgan xat ko'rinishidagi yo'riqnoma talablarini ham unutmang. Keling, topshiriq shartini bir bor eslaymiz. Topshiriq shartini eslab o'tishda, mana bu qoralarga belgilab o'tgan boyagi joylarim bor edi. Bu vaziyat bizda tasavvur qilingan. Bu vaziyatimiz bor. Bizda ikkita so'ralgan narsa bor. Undan tashqari mashairlar ham so'ralgan edi. Meni agar ahamiyat beradigan bo'lsalaringiz, har bir so'ralayotgan narsani nimaga belgilab olganman? Qoraga belgilab olganman. Bu yerda bizdan so'ralayotgan narsalar bor. Tamam? Demak, norasmiy xat birinchi topshiriqni yozyapmiz. Siz bilan birinchi topshiriq nima edi? Kim eslaydi? O'sha do'stimizga xat yozish edi. Qanaqa? Norasmiy xat yozishimiz kerak. Tamam? Norasmiy xat yozishimiz kerak. Xo'p, norasmiy xat yozish so'ralgan topshiriqning ahamiyatli nuqtalarini belgilab olaylik deymiz ekan. O'sha norasmiy xat yozish qismida, demak biz mana bu nuqtalarga ahamiyat berishimiz kerak ekan. Bir topshiriq shaxsiy xatligini hisobga olishimiz va uni shaxsiy xat uslubida samimiy ohangda yozishimiz kerak. Ya'ni biz bilamiz, birinchi topshiriq bu qanaqa? Xo'sh, shaxsiy xat. Shaxsiy xatni esa shaxsiy xat uslubiga yarasha yozishimiz kerak. Tushunarli? Ikkinchisi, siz qabul qilib olgan xat sizdan so'ralgan ma'lumotlarga e'tibor bering. Ya'ni xat qabul qilib oldingiz-ku, o'shandagi ma'lumotlar ham esdan chiqmasin yozayotganingiz. Mana bu yerga men alohida yozyapman. Nima edi? Sizni fikrlaringiz qanday o'zgarish bo'yicha o'sha bir oy muddat davomida sport zal ishini to'xtatishni hisobga olsak, qanaqa alternativ faoliyatlarni biz tashkillashtirishimiz mumkin degan sizga ikkita savol beriladi. O'sha ikkita savolni nima qilyapsiz? Siz o'sha ikkita savolga diqqat qilyapsiz. Tushunarli? Xatdan tashqari topshiriqda ham qo'shimcha so'ralgan talablarga ham ahamiyat bering. Uchinchi so'raladigan narsa, endi bundan tashqari topshiriqni o'zida ham biror bir sharti bormikan deb yana bir qarar ekansiz. Topshiriqda ham aytayapti, hissiyotlaringizni ham aytib o'ting deyapti. Agar ahamiyat beradigan bo'lsak, mashairik degan so'z bor, ya'ni o'zining hissiyotlari. Bu esa bunda yo'q edi. Demak, tamam, buni ham kiritib ketish kerak deysiz. Endi hammasini hisobga olamizda. Mana shu so'ralgan hammasini hisobga olamizda. Endi namunaviy xat ko'ramiz. Tamam? Do'stimizga yozamiz. Xo'p, namunaviy xatda qaraymiz yaxshilab. Namunaviy xatda xo'sh, hozir bitta o'qiylik, bitta tushuntirib berilgan. O'sha joy bilan cheklanamiz. Xo'p, namunaviy xatga ahamiyat beramiz. Sodiqul aziz, talaqqaytu al-yawm risalatan min mudir an-nadi yukhbiruna fiha anna an-nadi sayughlaq li muddati shahrin bisabab al-a'mal al-islah wa tarkib ajhiza jadida. Aziz do'stim, debdi. Bugun xat qabul qildim sport zali direktoridan. Bizga xabar beryapti. Sport zal bir muddat davomida tuzatish va yangi jihozlar o'rnatish bo'yicha yopilyapti ekan. Sha'artu bil khayba hissiyotini yozyapti. O'sha bir xafa bo'ldim. Li annana sanafaqidu tamam. Tadribatina, chunki biz mashg'ulotlarimizni yo'qotib qo'yarkanmiz. Lakinnani mutafailun, lekin men umidim bor deyapti. Bitag'ayyuratin qodima, ya'ni kelayotgan o'zgarishlar yuzasidan men nimam bor? Xo'sh, o'zimni mutafailman, ya'ni men bunga yaxshi qarayman. Men umidim bor, zo'r bo'ladi deb o'ylayman demoqchiman. A'taqid anna al-idarata yajibu an tuwaffira anshitatan badilatan katadrib fil hawa'i at-talq aw hisasin abr al-internet. Ya'ni aytayaptiki, men o'ylayman, idora qilish kerak. Nima qilish kerak? Badila, ya'ni alternativ faoliyatlar tashkil qilish kerak. Misol uchun, ochiq havoda tadrib mashg'ulotga o'xshagan yoki hisos abro internet yoki internet orqali mashg'ulotlarga o'xshagan deyilyapti. Kelingizlar, endi namunaviy javobni tahlil qilaylikda, biz o'zimizni namuna yozganimizda nimalar olishimiz mumkin, o'sha haqida gaplashaylik. Namunaviy javobga ahamiyat berayotgan bo'lsak, yaxshilar, uni yozish tartibini quyidagicha izohlasak bo'ladi. Namunaviy xatdan o'rganamiz. Birinchi bo'lib siz nima yozasiz? Birinchi bo'lib yuqoridagi topshiriqda berilgan vaziyatni prefraza tarzida do'stingizga izohlaysiz. Ya'ni sizda doim mana bunda, ya'ni yo'riqnomaga ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana nima bor? Vaziyat bor. Siz mana bunaqa bo'lyapti, mana bunaqa holat degan vaziyat bor. O'sha vaziyatni o'zingizning so'zlaringiz bilan do'stingizga izohlaysiz. Bu tamam, bu bir.
Misol uchun aytyapti, boya aytdik, talaqqaytu al-yawm risalatan min mudiri an-nadi yukhbiruna fiha anna an-nadi sayughlaq limuddatin shahr bisababi a'mal al-islah wa tarkib ajhiza jadida. Buni nima qildik? Yuqorida agar ahamiyat bergan bo'lsak, yuqorida shu gaplar bor edi. To'g'rimi? Yuqorida aynan mana shu amal islah sabab yoki yangi jihozlar qo'yilishi sabab o'zgarishlar yuz berayotgani bor edi. Yuqorida buni nima qiluvdik? Gaplashuvdik. Yodlaringizda bo'lsa. Xo'p. Endi birinchi bo'lib nima qilar ekansiz? Prefraza yozar ekansiz. Birinchi bo'lib o'sha vaziyatni do'stingizga tushuntirib berar ekansiz-da. Prefraza qilar ekansiz. Tushunarli? Ikkinchisi Xo'p, ikkinchisida nima qilamiz? Ikkinchi nuqtada topshiriqqa berilgan savol va shartlarga navbatma-navbat bitta gap bilan javob beryapsiz. Bitta ko'p bo'lmasin. Bitta gap bilan javob beryapsiz. Ya'ni birinchi hissiyotingizni aytyapsiz, fikringizni aytyapsiz. Klub yopiq bo'lgan muddatda nima qilish so'ralgan edi, shularga navbatma-navbat javob yozyapsiz. Xo'p, birinchi hissiyotingizdan boshlaymiz. Shartu bil khayb. Xafa bo'ldim. Li'anna nasa nafqidu tadribatana. Chunki biz o'zimizni mashg'ulotlarimizni yo'qotamiz. Bo'ldi, hissiyotingiz ketdi. Endi fikringiz nima edi? O'zgarishlar haqida fikr so'ragandingiz. Lakinnani mutafailun bi taghayyuratil qadima. Ya'ni lekin men umid qilyapman o'sha kelayotgan yangilanishlar yuzasidan umidim baland deyapmiz. A'taqid endi nima deyamiz? Klub yopiq bo'lgan paytda nima qilish so'ralishi mumkin edi? O'shani yozib ketyapmiz. A'taqid anna al-idara yajibu an tuwaffira anshita badila. Ya'ni alternativ, ya'ni muqobil faoliyatlarni tashkil qilish kerak deb o'ylayman. At-tadrib fil hawa'i at-talq va al-hisos abra internet. O'sha ochiq havoda faoliyat yoki internetdagi darslar deyapmiz. Ko'ryapmizmi? Navbatma-navbat bitta-bittadan yozib ketyapmiz. Xo'p, rasmiy xatga o'tishdan oldin 1-1 deb yozib qo'yapman men kanalga. 1-1 bo'yicha, ya'ni biror bir savollar bormi? Tushunarli bo'ldimi? Osonmikan, qiyinmikan 1-1 ga javob yozish, nima deb o'ylaysizlar? Yozib qo'yaylik, kanalga qaraylik. Xo'p. Qani tinglayotgan bo'lsak, 1-1 bo'yicha qanaqa fikrlarimiz bor? Yengil, osonmi yoki yozish qiyinmikan, nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, yaxshi. Xo'p, birinchi qismni yozish unchalik murakkab emas ekan, agar qaraydigan bo'lsak. Birinchi qismni yozish unchalik murakkab emas. Qolganlar ham shunaqa fikrda, menimcha. Xo'p. Xo'p, tamam. Yaxshi savollar berilyapti. Bir-birda birinchi do'st bilan salomlash. Do'st bilan salomlashish mumkin, hol ahvol so'rash mumkin. Yaxshi bo'ladi agar shunday yozsangiz, misol uchun. Lekin oddiy kayfa haluka deb so'ramang. Qanday so'rang, misol uchun? Atamanna an takuna bi khayrin va bi atammi sihha wal afiya o'xshagan iboralar ishlating. Oddiy kayfa haluka bu juda ham A2 yo A1 darajadagi salomlashish hisoblanadi. Salomlashsangiz bo'ladi. Bu shaxsiy xat. Erkin yozavering bunda. Lekin ko'p yozmangda. Ko'p yozib ketsangiz ham joyingizga sig'may qoladi. Asosiy narsalarni yozish kerak-da. Xo'p, sana va joy kerak emas yaxshilar, chunki bu elektron xat-ku. Elektron xatni o'zi bilasizlar, SMS deganda, ya'ni bu o'zini SMS yozganingizda do'stingizga sana bugun falonchi sana bugun men mana shu yerdaman deb boshlamaysiz. Shuning uchun sana va joy yozmaysiz. Tushunarli? Darajasi oddiy, juda ham. Bitta yozsangiz ana bu qilaverasiz. Mana o'sha har bitta nuqtaga ahamiyat berib yozib ketsangiz, men aytgandek qilib, ya'ni har bitta savolni belgilab olib, har bittasiga bitta-bitta javob yozsangiz, bu qiyin emas. Misol uchun sizdan ham kim bitta savol so'rasa, o'sha vaqtni o'zida javob berishingiz mumkin. Uncha murakkab narsa emas. Xo'p, 50 tadan ko'p yozsangiz bo'ladi. Muhimi o'sha 1-1 uchun ajratilgan joyga eng muhim narsalar sig'sin-da. Kimdir salomlashib, hol ahvol so'rab, bola chaqalarini so'rab, kimdir qarasa 1-2 degan raqam tagidan chiqib tursa, keyin bu shu asosiy joylarni yozish esimdan chiqdi-ku deb
nima qilib qolmasin, deb qolmasin. Shuning uchun ham aytmoqchi bo'lganim, 50 ta so'ralgan. Siz nima qilasiz? Ko'p yozib vaqtingizni ketkazib, shu 50 ta yozing, asosiy narsalarni yozing. Mayli xola-xola so'rang. Lekin birinchi u asosiy narsalarni yozib olavering. Chunki topshiriq bajarilishida nima muhim? O'sha mana shu shaklga to'liq javob berilishi muhimda. Shuning uchun ham. Hop, kam bo'lib qolsa zarari yo'q. Kam bo'lib qolsa qancha kam bo'lsin, 40 ta bo'lsa uncha zarari yo'q. 46 ta bo'lsa yoki 38 ta bo'lsa, lekin odatda buncha bo'lmaydi. Chunki siz hol-ahvol so'rab, kirib o'sha vaziyatni tushuntirib, keyin vaziyatni birinchi tushuntirasiz. Keyin sizdan so'ralgan narsalarni kiritsangiz, u ko'p bo'lib qoladi, ancha bo'lib qoladi. Tushunarli? Xo'p, bir bo'yicha menimcha boshqa hech kimda savol qolmagan bo'lsa, keyingisiga o'taveramiz, yaxshimi? Xo'p, ketdik keyingi qism. Endi sizlar bilan 1 va 2 bo'yicha suhbat quramiz. Xo'p, 1 va 2 rasmiy xat edi. Ahamiyat bergan bo'lsak, rasmiy xat edi. Rasmiy xatda ham ahamiyatli nuqtalarini birgalikda sizlar bilan belgilab olishimiz kerak. Xo'p, endi bitta zo'r narsa bu yerda. Siz birinchi xatda siz o'zingiz eng muhim bo'lgan narsalarni belgilab oldingiz-ku. Endi ikkinchi xatda ham o'shada. Ya'ni birinchi xatda nima edi yodlaringizda bo'lsa, birinchi xatda o'zgarishlar haqida fikringiz so'ralgandi, nima faoliyatlar qilsin va sizni hissiyotingiz. Mana shu 3 ta narsa ikkinchi topshiriqda ham bir xil. Ikkinchi topshiriqda ham shu haqda yozasiz. Ya'ni reja bir xil. Faqat uslub har xil. Tushunarli? Xo'p. E'tibor bersak, topshiriq shartlari o'sha. Faqatgina uslub farq qilyapti bu yerda yozibmiz ekan. Faqatgina uslub farq qilyapti ekan. Bu topshiriqda biz rasmiy uslubda xat yozishimiz kerak ekan. Ya'ni endi bu topshiriqda biz rasmiy uslubda xat yozamiz. Endi arab tilida xat yozar ekanmiz va uni rasmiy uslubda yozar ekanmiz. Bir necha jihatlarga nima qilishimiz kerak? Ahamiyatli bo'lishimiz kerak ekan. Xo'p. Birinchisi adabiy tilda yozishimiz kerak. Endi bu hamma adabiy tilda yozadi bu yerda, to'g'rimi? Endi ba'zilar oldin Misrda o'qigan bo'lsa yoki boshqa chetda o'qib kelgan bo'lsa, o'sha yerda o'rgangan shevalarni, og'zaki borlarni yozmaysizda. Ikkinchidan, xatni tuzilishi aniq va tartibli bo'lishi kerak ekan. Xo'p, birinchisi bu yerda yana kiritib ketyapmiz. Elektron xat yozish talabi bo'lganligi uchun manzil va sana yozilmaydi deyapmiz ekan. Ko'ryapsizlar? Demak, elektron xat bo'lganligi uchun endi nima yozmaymiz? Manzil va sana yozmaymiz. Xo'p, endi nimadan boshlaymiz desak, endi o'sha murojaat qilinayotgan shaxsning ism va lavozimidan boshlaymiz. Keyin u bilan salomlashamiz. Keyin undan tashqari kirish qismi qilib xatning maqsadini aytib ketamiz. Asosiy qismda kerakli ma'lumot yoki so'rov aniq tarzda ifodalanadi. Ya'ni keyin kirish qildik, keyin asosiy qism qilamiz. Va asosiy qism tugagandan keyin yakunlovchi qism qilib uni yakunlaymiz. Oxirida o'zimizning ismimiz, imzomiz, lavozimimiz, agar aloqa ma'lumotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ham yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu ikkinchi qaraydigan narsamiz, nuqtamiz. Uchinchi qaraydigan nuqtamiz xat grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak ekan. Ya'ni grammatik jihatga ham ahamiyat beraylik. Jumlalar qisqa bo'lsin, aniq bo'lsa, mantiqan bo'lishi kerak. Har bir tinish belgisi o'rnida to'g'ri foydalangan bo'lishi kerak. Grammatika, ya'ni kimda qanday bo'lsa, endi bu o'sha narsaga bog'liq. Xo'p, to'rtinchidan hurmat shakllaridan foydalanish zarur. Chunki biz bilamiz, rasmiy xat yozayotganimizda u insonni hurmatli ekanligini hisobga olib, ya'ni esa mansabdor inson ekanligini hisobga olib, as-sayyid al-muhtarama, sayyida muhtarama hadratukum al-muwaqqara deb nima qilishimiz kerak ekan. Shunaqa hurmat ma'nosida yozishimiz kerak ekan, tamom? Mana biz bu yerda aytganmiz, norasmiy xatda qabul qiluvchilarning ismi, rasmiy xatda qabul qiluvchilarning ismi qanday yoziladi? Men buni ham sizlarga bunday qilib rasmga olib tashlayapman. Buni ham o'rganib olingizlar. Bunday qilib tashlaylik. Xo'sh.
Keyingisi, endi qaraymiz. Bu yerda norasmiy xatda azizi, azizati, habibi, habibati, sodiqil hamim, sodiqatil hamima deb boshlasangiz, ismini aytib, rasmiy xatda boshqacharoq as-sayyid deb yoki as-sayyida yoki saada yoki hadra, doktor, doktora, ustoz, ustoza deb mansabini, ismini to'g'ri yozasiz. Misol uchun, sayyid al-mudir, ha? Keyin ismini to'liq falonchi, falonchi, falonchi deb. Tushunarli? Tamam, endi qaraymiz. Xatga qaraylik. Bu yerda xat berilyapti. Xat berilyapti. Keyin xatni birgalikda mana bu namunaviy javobga ahamiyat berish tartibida o'qib chiqamiz. Birgalikda o'qib chiqamiz. Xo'p, tamam. Bu yerda namunaviy xat berilyapti bizga. Namunaviy xatni agar ahamiyat bersak, quyidagicha yozish tartibini izohlasak bo'ladi. Birinchi bo'lib, rasmiy xat elektron xat shaklida bo'lganligi uchun unga manzil, sana kerak emas. Balki xat qabul qiluvchini ismini, unga yo'llangan salom bilan xat boshlanadi. Xat qabul qiluvchini ismi yozilganda unga bo'lgan hurmatni ifodalovchi iboralardan ham foydalanish zarur deymiz ekan. Ya'ni ahamiyat berayotgan bo'lsak, nimalarga ahamiyat beryapmiz? Xo'p, endi bizda xat elektron, tasavvur qilasiz, elektron saytdan yozyapsiz shu narsani, shunaqa tasavvuringiz bor endi sizda. Demak, siz ana shunaqa shaklda nimadan boshlamaysiz? Manzil qo'yishdan, sana qo'yishdan boshlamaysiz. U avtomatik qo'yiladi u narsa, to'g'rimi? Shuning uchun ham nimadan boshlaysiz? Siz endi Sayyid al-Mudir al-Muhtaram deb nimadan salomlashishdan boshlaysiz. Xat qabul qiluvchining ismini yozib olasiz. Sayyid al-Mudir, misol uchun Muhammad Kamal va Ahmad Sharif al-Muhtaram deb nima qildingiz, yozdingiz. Tahiyatan tayyibatan va ba'd. Bu yerda endi qisqa salomlashish mumkin. Siz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu va ba'd deb ham yozishingiz mumkin. Tushunarli? Xo'p, rasmiy xatdagi birinchi gap, demak, rasmiy xatdagi birinchi gap xatni yozishdan ko'zlanayotgan maqsadni ifodalash kerak. Chunki sizni xatingizni o'qiyotgan shaxs xatni boshidan bu xat nima xususida yozilayotganini aniqlashi zarur. Shuning uchun ham rasmiy xatlarda mavzudan chetdagi gaplar faqatgina imtihon balini tushishiga sabab bo'ladi deymiz. Endi siz rasmiy xat yozyapsiz. Rasmiy xat yozayotganingizda salom berib bo'lganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima deydigan bo'lsak, siz xatni o'zi nimaga yozyapsiz, o'shani aytib o'tish. Tushunarli? Chunki boshida o'zimiz ham misol uchun kimgadir xabar yozsak yoki SMS yozsak, u rasmiy bo'lsin, norasmiy bo'lsin, nima yozasiz? Salomlashgandan keyin men mana bunaqa ishim bor edi yoki mana bunaqa narsa so'ramoqchi edim deb siz maqsad ko'rasiz, to'g'rimi? Bog'dan u yerdan olib kelsangiz, u narsa o'z tabiatan ham to'g'ri kelmaydi, bu mantiqan ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham nima qilishimiz kerak ekan? Xatni boshidan inshomizni o'sha ikkinchi topshiriqni yozar ekanmiz, boshidan biz nima qilishimiz kerak? Maqsad keltirishimiz kerak. Endi maqsadda nima deyapmiz bu yerda? Bu yerdagi xatda aytyapmizki, laqad talaqqaytu risalatakum hawla ighlaqil nadi li muddati shahr min ajli a'malil islahi wa tarkibul ajhiza jadida. Xo'p, aytyapmizki biz xat qabul qilib oluvdim deyapmiz. O'sha islah, tuzatish ishlari va yangi jihozlar o'rnatish bo'yicha men xat qabul qilib oluvdim deb nima qilamiz? Maqsaddan boshlaymiz. Mana shu xat qabul qilib olgandim. O'zimning fikrlarimni, o'shanda so'ralgan narsalarga javob bermoqchiman degan ma'noda nima qilamiz? O'zimiz birinchi bo'lib o'sha mavzuni, maqsadini ochib beradigan so'z bilan boshlaymiz. Xat maqsadini yozganingizdan keyin so'ralgan masalalarni birin-ketinlikda tartibli va izchil yozishingiz kerak. Endi sizdan nima berilgan? So'ralgan ahamiyat beramiz, hissiyotimiz so'ralgan. O'zgarish haqida fikrlar so'ralgan, muqobil faoliyat so'ralgan. Endi mana shu narsalarni hisobga olib birma-bir yozamiz. Ketdik, qaraymiz. Laqad talaqqaytu risalatakum hawla ighlaqin nadi li muddati shahr min ajli al-a'mal al-islah wa tarkib ajhiza jadida. Ahamiyat bergan bo'lsak, bunga vaziyat yuzasidan aytyapmiz. Ya'ni aytamiz, mana shunaqa xat qabul qilib oldim, shunga yozyapman degan ma'noda aytdik, to'g'rimi bu narsani? Bisarohatin, ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib hissiyotdan boshlaymiz. Ahamiyat beryapsizmi? Bisarohatin sha'artu bil asaf. Agar
ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, afsus his qildim dedi. Ya'ni xafa bo'ldim. لأن النادي جزء مهم من حياتنا اليومية. Chunki sport zali bizning hayotimiz muhim bir qismi edi. فهو المكان الذي نحافظ فيه على لياقتنا ونلتقي فيه بالأصدقاء. Chunki u joyda u bizni badanimiz salomatligini saqlaydigan va do'stlarimiz bilan ko'rishadigan joy edi. ومع ذلك أقدر كثيرا جهودكم في تطوير النادي وتحسين خدماته. Va shu bilan birga men juda ko'p qadrlayman sizni mehnatingizni o'sha sport zalini kuchaytirish, rivojlantirish va xizmatlarni yaxshilash bo'yicha. Xo'p, demak mana bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsak, o'zimizni hissiyotimizni nima qildik, bayon qildik. Sal ko'proq so'zlar bilan. Keyingisini aytyapmiz. Endi keyingi paragrafga o'tganmiz. Bu yerda ahamiyat bersak, أعتقد أن هذه الإصلاحات ستجعل النادي أفضل وأكثر راحة لنا جميعا. Men o'ylaymanki, bu o'zgarishlar bizni sport zalini yanada afzal, yanada ko'proq qulayroq qiladi hammamizga. Lakin فترة الإغلاق الطويلة قد تؤثر سلبا على انتظامنا في ممارسة الرياضة. lekin yopilish muddati, uzun yopilish muddati bizni intizomimizga, shu sport bilan shug'ullanish intizomimizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lizalik, shuning uchun ham deyapti. Aqtarihu, taklif qilaman, an tuwaffira al-idora bada'ila munasiba, ya'ni munosib bada'il, ya'ni munosib muqobillar taqdim qilishini, ta'minlashini taklif qilaman. Xilala hadhihi al-fatra, mana shu vaqt davomida. Misla tanzimul anshitatu riyadiyya fil hawa'i talq, misol uchun ochiq havoda sport mashg'ulotlari tashkil qilish, aw taqdim hisos tadribiyya abra internet yoki internet orqali tadribiy, ya'ni mashg'ulot paralarini olib borish, taqdim qilish, aw hatta ta'awun ma'a marakiz riyadiyyatin qariba li tashil wusul al-a'dha ilayha muwaqqata. Yoki hattoki kelishuvni ham taklif qilaman, ya'ni sport zallari markazlari bilan, yaqin sport zal markazlari bilan hamkorlikni ham maslahat beraman. O'sha a'zolar, shu sport zal a'zolari va ma'lum vaqtda, ya'ni muvaqqata degan o'sha ma'lum bir vaqtga borib turishlarini osonlashtirish uchun o'sha yerga borib turishini deyapti-da. Xo'p, ahamiyat berayotgan bo'lsak, yaxshilar, ikkala xatimiz ham bir xil bo'lishi kerak. Ikkala xatimiz ham mazmuni bir xil bo'lishi kerak. Faqat uslubi farq qilish kerak. Boya ham aytdik buni. O'sha rejalaringiz ham, o'sha hissiyotlaringiz ham, o'sha fikrlaringiz ham bir xil. Tushunarli? Faqatgina uslub har xil. Ya'ni bu yerda endi siz nima qilasiz, kengroq, tushunarliroq qilib yozib taqdim qilayotganingiz sezilib tursin-da, mudirga taqdim qilyapsiz bu narsani. Keyin so'ngida esa xatni chiroyli yakunlovchi iboralardan ham foydalanishingiz kerak. Ismingizni ham keltirib o'ting, misol uchun. Ashkurukum ala ihtimamikum bi ra'yil a'do. Nima deyapsiz? Sizni o'sha a'zolarning fikrlariga e'tiboringiz uchun rahmat. Atamanna tu'khaz iqtirahati bi aynil i'tibor. Va meni takliflarimni ayni e'tiborga olishingizni umid qilaman. Ma xolis tahiyya, salomlar bilan, xolis salomlar bilan, misol uchun Muhammad bu yerda qolib ketibdi ismi. Misol uchun Muhammad nima qildi, xat yozdi. Shunaqa holat. Ismingizni to'liq yozsangiz ham bo'ladi. Muhammad al-Sharif va Muhammad Kamal, misol uchun onasini ismi, otasini ismi. Bu yerda endi ba'zi bir xayrlashuv so'zlarini keltiryapmiz. Buni o'qib o'tirmaymiz, balki sizlarga rasm shaklida tashib beraman buni ham. Buni ham rasm bo'lamizda. Tamam, mana. Endi esa hop 1 va 2 bo'yicha savollar. 1 va 2 degan post qoldiryapman oxiriga, kanalga. 1 va 2 bo'yicha qanaqa ekan 1 va 2? Nimalar tushundilaringiz? Qanday yozish kerakligi bo'yicha biror bir mavhum joy bo'ldimi yo bo'lmadimi, yaxshi tushundilaringizmi? Mana bu yerda to'liq matnni taqdim qilyapman. Internet namda turibdi. Xohlasalaringiz screenshot qilsalaringiz bo'ladi. Kimda qanaqa savol bor? 1 va 2 tushunarli bo'lganlar bitta plyus qo'yib yuboringlar. Hamma tushunarli bo'ldi deganlar. Yoki savol bo'lganlar savolni yozib qo'ysin. 1 va 2 ni tushundiga qanday yozish kerakligini, qanday tartibda yozish kerakligini ham
Xo'p, Odinaxon bo'laveradi shunaqa yozsangiz ham. Ha, agar mana shu yerda to'xtatsak, yozishni B2 chiqadi, lekin kuchli B2 chiqmaydi. B1 chiqishi ham mumkin. Mana shu yerda yozsak, mana shuni xatni o'zini bilan kifoyalansa imtihonda bo'lishi mumkin, B2 chiqishi mumkin. Hatto faqat kuchli B2 bo'lmaydi. Eng past balli B2 olishingiz mumkin. Kuchli B2 ololmaysiz. Kuchli B2 olish uchun ikkinchi shartni ham yozish kerak. Tushunarli? Keyin yaxshilab bitta narsa aytib o'tay. Mana shu joyda juda muhim yozib olsalaringiz ham bo'ladi bu narsani. Endilikda imtihonda agar siz iltimosnoma yozsangiz, misol uchun ekspertga iltimos meni ishimni ko'rib bering, yordam bering menga degan ma'noda iltimosnoma arabcha bo'lsin yozsangiz yoki o'zbekcha biror bir gap yozib qo'ysangiz bitta qilib, o'zbekcha qilib. Misol uchun men hozir xavotirlanib ketyapman, men o'zimda emasman. Shunaqa xatlar qilib yozib qo'ysangiz, bu imtihon 0 bilan baholanar ekan mana shu narsa. O'sha joylarga ahamiyat beringda, o'zingizni fikringizni yozavering. Oz bo'lsa ham, oddiy bo'lsa ham, o'zingizni fikringizni yozavering. O'sha narsalar mumkin emas imtihonda endilikda. Ya'ni iltimosnoma yoki ekspertga xat yoki o'zbekcha gaplar ishlatish mumkin emas. O'sha narsalar to'laqonli sabab bo'ladi. Sizning imtihoningizni 0 bilan baholashga sabab bo'lar ekan. Shuncha zo'r yozib kelgan bo'lsangiz ham, boshida endi o'rtacha yozgan bo'lsangiz ham deylik, siz nima qildingiz? Bitta iltimosnoma chiroyli qilib yozib qo'ydingiz. Bu narsa sizning imtihoningizni 0 ga tushirib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun bunaqa ish qilmaysizlar. Kelishdimi? Tamam. Blog post bo'yicha o'tamiz. Keyin to'laqonli savol-javob bo'lsa, o'sha savol-javoblar bilan yana qanaqa savollar bo'lsa, mikrofon ham beraman o'quvchilarga. Blog post haqida gaplashaylik. Xo'p, o'zi blog post nima deydigan bo'lsak, blog post bu internetdagi blogda, ya'ni bloger deymiz, o'sha blogimizda e'lon qilinadigan matnli kontent. Ya'ni u yerda muallifning fikri, tajribasi yoki tahlili o'quvchilar bilan bo'lishishga xizmat qiladi. Ya'ni nima bo'ladi? Oddiy kontent u. Oddiy post deb qarash mumkin. Demak, u maqola, tahlil, maslahat, yangilik yoki shaxsiy fikr shaklida bo'lishi mumkin. Tushunarli? Multilevel sefar imtihonni yozuv bo'limi ikkinchi qismida bizdan yoki sizdan nima so'ralyapti? Aynan shu blog post yozish so'ralyapti. Endi siz bu topshiriqda o'zingizni fikr va mulohazalaringizni dalillaringiz bilan, misollaringiz bilan ochiqlab berishingiz kerak. Topshiriq qaraymiz, qanaqa edi topshiriq? Topshiriq quyidagicha edi. Anta tushariku fi niqosh abra internet li mutaallimul lughat. O'sha til o'rganuvchilar bo'yicha nima bo'lyapti? Munaqasha bo'lyapti, bahs-munozara bo'lyapti. Savol quyidagicha. Halil aish fi madinatin kabira afdal am fi baldatin saghira degan. Sizda nima bor? Savol bor. Unshur ijabatak ma'a zikri al-asbab wal amsila. Siz o'zingizni javobingizni o'sha sabablar, misollar bilan nima qilishingiz kerak, tushuntirib berishingiz kerak ekan. Xo'p, topshiriqqa ahamiyat beraylik. Birinchi bo'lib, ushbu topshiriqda talabgorga muhokamali vaziyat berilyapti. Ya'ni qanaqa muhokama? O'sha qaysi biri yaxshi deb bitta vaziyat beryapti. Shu muhokamali vaziyat yuzasidan o'zining pozitsiyasini o'sha talabgor ochiqlab berish kerak ekan. Ya'ni talabgorning o'zini mana shu vaziyat yuzasidan o'zini shaxsiy va o'ta shaxsiy fikrlari bor, to'g'ri? O'sha vaziyat yuzasidan o'zini fikrlarini nima qilish kerak? O'sha ochiqlab berish kerak ekan talabgor. Endi nima qiladi? Talabgor nima boshlaydi? Birinchi bu insho turi deylik, mayli buni ham. O'sha insho turida o'zini fikridan boshlaydi gapni. Misol uchun nima deyapti? Beroyi, meni fikrimcha deyapti. Ya'tamid al-amr ala shaxsiyati al-fardi va ihtimamatihi. Kelingizda buni namunaviy javob berilgan. Namunaviy javobni tap tashlaymizda birgalikda tahlil bilan namunaviy javob o'qiylik. Xo'p, blog post doim berilgan vaziyat yuzasidan taqdim qilinayotgan shaxsiy fikrdan boshlanishi kerak.
ya'ni blog postni yozar ekanmiz, birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib o'zimizni fikrimizni yozishimiz kerak, tamam? برأيي من fikrimcha يعتمد الأمر على شخصية الفرد واهتماماته لكنني أرى أن العيش في مدينة كبيرة أفضل من العيش في بلدة صغيرة. bu yerda qarasak, Madina bilan baldaning ikkalasini ham kerak bo'lsa bitta gapda bir xil so'z qaytarmayapti. Fikrimcha deyapti, vaziyat insonning o'zini shaxsiyatiga va e'tiborlariga taqaladi. Xo'p, katta shaharlarda Arol endi o'zini fikrini yozyapti, lekin men fikrlayman, ko'raman, o'sha katta shaharlarda yashash kichik shaharlarda yashashdan afzalroq. Endi bu yerda beroyi, meni fikrimcha degan iboradan foydalandik. Ketdik, endi boshida siz foydalaning. A'taqidu anna في رأيي من وجهة نظري أرى أن أظن أن أعتقد بشدة أن أظن بصدق أؤمن بأن أعتبر يبدو لي أن حسب رأيي أظن من الأفضل أرى من الضروري أظن من المهم وأعتقد أن المسألة تحتاج إلى deb nima qiling, o'zini fikrlaringizni yozing. Tushunarlimi? Bu iboralar kerakmi? Emasmi? Beryapsizlarmi? Hop, iboralarni tashlab qo'ydim. Tamam, davom etamiz. Xo'p, nima ekan birinchi narsa nima ekan? Hamma belgilab ketib yozib boryapti deb o'ylayapman. Xuddi darsda o'tirgandek daftarlar, ruchkalar, shunaqa yozib boryapsizlar. Demak, birinchi narsa, mana shu blog post yozayotganimizda birinchi o'zimizning fikrimiz. Belgilab qo'ydilaringiz, o'zlaringiz fikrlaringiz. Bitta vaziyat, oddiy savol emas. Misol uchun savol beryapti. Qayerda yashash? Bu xuddi hozirgi savolga o'xshaydi. Men savol bersam, halil aysh fi al-madina afdal am fi qarya desiz, siz aytasiz. Anna al-aysh fi qarya afdal lianna al-jaw hunaka naqi, tamam, hakaza. yoki ufaddilu al-aysh fi al-madina kabira lianna al-furas fiha mutawaffira wa yumkin al-insan al-dirasa wal-tarwi wal-wasail wa hakaza. Demak, ikkalasidan hatto og'zaki savolda ham o'zini nimangiz bor, o'z pozitsiyasiz bor bu savol yuzasidan. Tamam. Endi xuddi shunday yana birinchi bo'lib nimani yozyapsiz bu yerda? Birinchi bo'lib o'zingizni fikringizni yozyapsiz. O'zingizni fikringizni yozganingizdan keyin tamam, o'zingizni fikringizga nimalar bo'ladi? O'zingizni fikringiz o'zingizdan o'zingiz o'sha fikrga kelib qolganmisiz? Yo'q, albatta sizda kuchli dalillar borki, sizni o'sha fikrga olib kelgan. Endi asosiy fikrdan so'ng ushbu fikrni qo'llovchi dalillarni navbatma-navbat keltiring va misollar bilan tushuntiring. Tamam, birinchi dalil yozamiz. birinchi dalil. Al-mudun al-kabiratu tuwaffiru furasan awsa' lil-amal wat-ta'lim. O'sha shaharlar ish uchun, ta'lim uchun ko'p imkoniyatlar beradi. Ya'ni kim najidu fiha jami'at mashhura. Unda mashhur universitetlar topamiz. Marakiz tadrib mutaqaddima. Mashg'ulot rivojlangan mashg'ulot markazlari topamiz va sharikat alamiy. Xalqaro shirkatlarni topishimiz mumkin. على سبيل المثال مثال يستطيع الشاب الطموح في مدينة كبيرة أن يجد فرصا مهنية متنوعة ويطور نفسه بسرعة أكبر. يعني طموح قطعية لي يجد katta shaharda har xil turdagi ish imkoniyatlarini topa oladi va katta tezlikda o'zini rivojlantira oladi. Ikkinchi dalilda keltiramiz. Kazalik, shuningdek, al-mudunul kubra tuqaddimu khayaratin adidatin lit-tarfih va saqofa. Shuningdek, katta shaharlar dam olishga yoki madaniyatga, madaniy dam olish uchun yoki madaniy saqofa degan o'sha madaniyat. O'sha narsalarga ko'proq variantlar taqdim qiladi. Xayorat degan variantlar. Dam olish uchun ham yoki o'zini rivojlantirish, madaniy jihatdan rivojlantirish uchun ham ko'plab imkoniyatlar taqdim qilish mumkin. Mislal matahif, misol uchun muzeylar, madaniyatga kiradi. Al-masarih teatr va dawru sinema zallari. إضافة إلى المطاعم المتنوعة التي تعكس ثقافات مختلفة.
unga qo'shimcha qilib har xil restoranlar, ya'ni o'zida har xil madaniyatlarni akslantiradigan restoranlarni ham topishimiz mumkin. Haza yusaidu an-nas ala tawsi' afaqihim. Bu insonlarni dunyoqarashlarini kengaytirishga yordam beradi va ta'arruf ala adatin jadida va yangi odatlarni bilan tanishishga yordam beradi. Amma min nahiyatin amaliyya, lekin o'sha ish tarafidan qaraydigan bo'lsak, fa innal muwasalatil amma al-mutatawwira, o'sha rivojlangan ommaviy transport vositalari tusahhilu tanaqqul, o'sha nimani osonlashtiradi, ko'chishni osonlashtiriladi. Rog'mal izdiham allazi qad yakunu muz'ijan ahyanan, ya'ni o'sha ba'zi bir vaqtlarda muz'ij, ya'ni xalaqit beradigan, tinchni buzadigan izdihamlarga qaramasdan o'sha muvosalatlar nima bo'ladi, yordam beradi deyapti. Rivojlangan transport vositalari. Xo'p, ovozda muammo bor deyishyapti. Tekshirib olaylik ovozni. Ovoz deb yozib, alohida ovoz degan kurs qoldiryapmi? Ovozdagi muammo bo'lyaptimi, yaxshimi? Xo'p, kanalda oxirida postda ovoz deb yozib qoldirdim. O'sha yerga yozaylikchi. Ovoz yo'q, muammo bor. Xo'p, hozir yaxshi, ovozim boryapti. Sizlarga bitta kirib chiqay mumkin. Xo'p, ovoz hozir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kimda agar ovozda muammo bo'layotgan bo'lsa, endi keldi. Ovozda muammo bo'layotgan bo'lsa, bitta kirib chiqib nima qilaversin. Yaxshi eshitilyapti. Orada uzilib qolayotgani mendan emas. Yaxshilab bu o'zi Telegramdanmi, internetdanmi bilmadim. Nimadan? Ana bundan ham ochmoqmiz. Yodimga kelmabdi-da. YouTubedan ham ochmoqmiz bitta. YouTubedan ham bitta ochganimizda bu yerdan ham ko'raveradilaringiz. Bittaniroq yaxshiroq bo'ladi. Zarari yo'q. Muhimi bunda albatta yozilyapti ham. Hozir ham borilyapti dars. Ketdik. Keyingi jihat ikkinchi dalilni keltirib o'tdik. Ikkinchi dalilda aytdikki, o'sha shaharlar ko'proq imkoniyat beradi. Dam olaman desangiz ham, madaniy rivojlanaman desangiz ham ko'proq imkoniyat berishi mumkin dedik shaharlarni. Xo'p, bitta kirib chiqay, ovoz yo'q deyishyapti. Xo'p, men qayta kirib chiqdim. Ekranni uzatyapman. Bo'ldi, davom etamiz. Ketdik. Endi inshoni oxirgi qismiga o'tyapmiz. Xulosa qismiga o'tyapmiz. Inshoni xulosa qismida endi vaziyatni boshqa tarafini ham biroz so'z yuritib chiqishimiz kerak ekan. Ya'ni inshoni xulosa qismida vaziyatni nima qilishimiz kerak ekan, vaziyatni boshqa tarafini ham aytib o'tishimiz kerak ekan. Xo'p, kelingizda bitta yana umumiy tushuncha hosil qilish uchun bitta aytaylik. Xo'p, fikrdan boshladik. Birinchi dalilni keltirdik, ikkinchi dalilni keltirdik. Uchinchi dalilimiz bo'lsa tamom uni ham keltirdik. Keltirdikda keyin nima dedik? Keyingisi esa endi inshoni xulosa qismiga o'tdik. Fikr, ikkita dalil yakfi tamaman. Bo'ldi, ikkalasi yetadi. Xo'p, ikkita fikr aytdik-da, endi uchinchisida nima qilyapmiz? Endi vaziyatni keyingi tarafi borligi haqida ozgina aytib ketyapmiz.
مع ذلك deyapmiz shu bilan birga la yumkin inkar mumayyizat balda صغيرة kichkina shaharlarni afzalliklarini unutmaslik kerak, inkor qilib bo'lmaydi. مثل الهدوء ونقاء الهواء وروابط مجتمع قوية deyapmiz, misol uchun tinchlik, toza havo, ijtimoiy robitalarni baquvvatligi. ففي البلدة الصغيرة يعرف الناس بعضهم البعض, insonlar hammasi bir-birini taniydi kichik shaharda. ويشعر الفرد بمزيد من القرب والدعم الاجتماعي, va inson esa yanada yaqinlik, yanada ijtimoiy ko'makni sezib turadi deb nima qildik. Ikkinchi taraf haqida ham o'zimizni fikrimizni aytib o'tdikda, keyin yana nima dedik, o'zimizni fikrimizni yanada qo'llaymiz. lekin men uchun deyapmiz, ufaddilu al-hayata fil madinati al-kabira li'annaha aktharu hayawiyya. Lekin men deyapmiz yana katta shaharlardagi hayotni afzal ko'raman, chunki katta shahardagi hayot ko'proq hayotiy, ya'ni turli xil vaziyatlarga boy. Tamnahuni furasan akbar lin-numu, o'sish uchun ko'plab imkoniyat beradi. Ya'ni qanaqa o'sish, shaxsiy, mehaniy, kasbiy o'qish uchun. Hatta law kana zalika ala hisabi ba'd ar-rahati wal-hudu, mana shu ba'zi bir tinchlik yoki rohat evaziga bo'lsa ham, mana shu narsa deyapmiz, hatto shu narsa evaziga bo'lsa, men shahardagi hayotni qo'llayman deb inshomizni kirish xulosa qismini mana shunaqa yakunlaymiz. Muhim jihat yana bitta, insho yozayotganingizda mavzudagi izchillikka ahamiyat bering. Paragraflar mantiqan bog'lansin va mavzudan chetlashga yo'l qo'ymang. Kirish so'zlar va murakkab gaplardan o'rinli foydalaning deyapmiz ekan muhim nuqtada. Yana muhim nuqtada nima deyapmiz? Xo'sh, insho yozayotganingizda, blog post yozayotganingizda yodingizda bo'lsa, nechta edi yozish? Yuqorida biz aytdik, oldin 250 dedi, hozir 50 ta kamaygan. 200 tamidi, 180 200 ta bo'lsa, yana bitta borib aytaylik sizlarga. 200 ta, 180 200 ta. 200 ta so'z yozish buncha qiyin emas. 180 ta yozish, ya'ni oldingi birinchi topshiriqqa tushib qolgan. Bu ikkinchi topshiriq 250 ta yozilardi-yu. Xo'p, birinchi o'zingizni fikringizdan boshlayapsiz, tamom? Yana bir marta takrorlaylik. O'zingizni fikringizdan boshlayapsizda, birinchi dalilni aytasiz ekan, ikkinchi dalilni aytasiz ekan, keyin xulosangizda keyingi taraf haqida ham ozgina fikringizni bildirib ketib, yana o'zingizni fikringizni qat'iy ekanligini aytib o'tishingiz kerak ekan. Bu yerda bizda ba'zi bir namunaviy javoblar bor. Har xil savollarga namunaviy javoblar ham taqdim qilganmiz. Buni ham men sizlarga bitta namunaviy javobni nima qilaman, tashlab beraman. Hop, namunaviy javob bordi sizlarga. Xo'sh, bizda keyin bitta namunaviy javob. Hop, topshiriq uchun matnni tashlab beraman. Xuddi shunga o'xshash topshiriq. Bitta topshiriq uchun matn. Bu topshiriq asosida nima qilasizlar? O'zlaringiz insho yozishga harakat qilib ko'ringizlar. Topshiriq uy ishi desak ham bo'ladi buni. Xo'p, mana shu. Endi darsimiz so'nggi, hozir mana shu narsa bo'ladi. 1 va 2 bo'yicha tushunarli bo'ldi. Savollar va javoblar degan oxirida post qoldiryapman kanaliga. Kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Mikrofon orqali so'rasalaringiz ham bo'ladi. Kim qo'lini ko'tarsa, mikrofon bilan beraman so'z. Xo'p, savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat yozamiz. Xo'p, kitobning PDF yo'q, kitobni xarid qilib olishingiz mumkin. Bu kitob hozir men ko'rsatgan bir qismi, bu
ichida xatlar bor, insholar bor. Yuqorida qarasangiz 108-betni ko'ryapsiz. Agar ekranga ahamiyat berib turgan bo'lsangiz, biz faqat yangi qismga ajratilgan qismini gaplashdik. Xo'p, imtihonda kirganingizda savolni tushunmay qolish holati sizning darajangiz A2 dan past bo'lganda yuz berishi mumkin. Agar sizning darajangiz o'z darajangizni B1 deydigan bo'lsangiz yoki B2 deydigan deb o'zingiz fikrlasangiz, imtihon topshirig'ini tushunmay qolish holati juda past. Chunki imtihonning sharti nizomda B1 darajada yozilishi ta'minlanishi so'ralgan. Imtihonning sharti imtihon tuzishda ham imtihonning sharti bo'ladi-yu, o'sha sharti B1 darajada yoziladi. Bu nima uchun B1 darajada yoziladi? Chunki B1 darajaga kirgan talabgor ham tushunsin o'sha narsani degan ma'noda. Agar siz rostdan ham imtihon savolini tushunmaydigan darajada bo'lsangiz, imtihon topshirishni maslahat bermayman. Birinchi bo'lib arab tilini kuchaytirib oling. Endi agar sizning darajangiz B2 bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa qo'rqishga hojat yo'q. Imtihon shartini albatta tushunasizlar. Xo'p, yangi format asosida, hozir dars qilgan kitobimiz yangi format asosida. Oldingi formatni yuzasidan ham tushuntirishlar bor yuqorida. Xatlar yoki boshqa narsalarni oldingi formatda asosida o'rganib, o'sha yangi formatga savol so'rasalaringiz ham bo'ladi. Shu xatlarni qanday yozish, endi insho bir xil turda bo'ladigan bo'ldi. Oldin inshoni ham bir necha turga bo'lib o'rganardik. Hozir inshoni endi bir xil muhokama turi, ya'ni blok post turi bo'lganligi uchun endi bu qaysidir ma'noda yengillik bo'ldi. Xo'p, inshoda oddiy so'zlardan foydalansangiz bal tushib ketmaydi. Balni ko'taradigan zo'r narsa aytsam, sizlarga o'sha topshiriq bajarilishini zo'r qilingizda. Topshiriq rostdan ham bajarilsa, o'sha hamma narsaga, har bir nuqtaga javob bo'lsa zo'r bo'ladi. Endi qaysidir ma'noda so'zlaringiz oddiy, qo'shma gaplarsiz, oddiy bir ikkita so'z bilan tugab qoladigan gaplar bo'ladigan bo'lsa, juda oddiy bo'ladigan, sodda bo'ladigan bo'lsa, qaysidir ma'noda tushadi. Qaysidir ma'noda tushadi, balki so'z jihatdan-da. Yaxshi biik ko'rsangiz bo'ladi. Mana shunaqa ba'zi oddiy so'zlardan yozaman. Xo'p. Xo'sh. Odinaxonning savoliga javob beraylik. Xo'p. Odinaxon bir-biriga izchil bog'lansin dedik-ku matnlaringiz. Agar yuqorida eshitgan bo'lsangiz darsda bu xunuk narsa. Aslida sibir iboralardan foydalanib yoki shablonlardan foydalanib yozsangiz-u, sizning javoblaringiz sibir bo'ladigan, bir bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi emas. Undan ko'ra hammasi tabiiy chiqaversin. Bir bo'lsa, shu B2 darajaga qarab yozishni maslahat beraman. Xo'sh. Yozayotganda fikrni qanday tartiblasa bo'ladi? Yaxshi savol. Yozayotganda fikrni tartiblash uchun o'zi yozish fikrni tartiblashtiradi. O'zi biror bir narsa yozsangiz fikringiz tartiblashadi. Men fikrni yaxshi tartiblash uchun ko'proq yozishni maslahat beraman. Ko'proq yozinglar. Kam yozgan bo'lsalaringiz kerak. Insholarni ko'proq yozinglar. Kunlik bitta insho yozinglar. Fikrlaringiz ancha tartiblashib qoladi. O'zi fikrlar qanaqa? O'zi bu yerda hamma narsa tartiblangan. Agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, men sizga tartibini tushuntirdim. Hammasini qanaqa yozish kerakligi tartiblangan. Prosta nimaga ahamiyat berishingiz kerak? Siz inshoingizda o'sha narsani rostdan ham tartiblayapsiz, o'sha narsaga ahamiyat berishingiz kerak. Ko'proq yozing. Men maslahatim shu, ko'proq yozamiz. Xo'p, yozuv chiroyliligiga qaramaydi. Yozuv chiroyli bo'lishi uncha ahamiyatga ega emas, lekin o'qiladigan bo'lishi kerak yozuv. Ya'ni maqru bo'lishi kerak. Yozuv o'qiladigan yozuv bo'lishi kerak. Yozuvingiz xunuk bo'lsa-da, o'qiladigan bo'lsin, ya'ni tushunsin, d-laringiz r-ga o'xshab ketgan, r-laringiz d-ga o'xshab ketgan bo'lmasin. Yozuvingiz o'qiladigan bo'lsin. Katta qilib yozib tashamang. Xunuk qilib, ana o'qirib yozing. Muhimi, o'ta chiroyli bo'lmasa-da, yozuvingiz o'qilishligiga ahamiyat bering. Ko'proq mashq qilsangiz, yozuv jihatdan ham bu ham yordam beradi inshaalloh.
Xo'p, sibir olish uchun aynan yozuv qismidan sibir olishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, hamma topshiriqqa va o'z o'rnida, e, o'z munosib iboralar bilan yozishga ahamiyat berishingiz kerak. Shunaqa. Endi sibir olish uchun yaxshiroq, ko'proq grammatik jihatdan ham, boshqa jihatdan ham yaxshiroq yozishga ahamiyatli bo'lishingiz kerak edi. Xo'p. Sirli yo'li yo'q, yaxshilar. Sibir olishni yoki seyfga olishni sirli yo'li yo'q. Ya'ni nima deymiz? Chekalama o'tib ketadigan yo'li yo'q. Sizlarga maslahat o'sha haqqoniy va yastahiq deydi arab tilida, o'zlaringiz haqli bo'lib turgan vaqtda olganingiz yaxshi. O'shanga sibir olish uchun nima qilish kerak? Sibirga yarasha harakat qilish kerak ekan. O'shanga yarasha harakat qiling, o'shani mehnatini qiling. Xudo xolasa Alloh beradi. Rahmat. Xo'p. Nafisaxonlar bular darsda ushlashgan o'zi tekshirib beraman. Xo'p, dars yozib olindi. Yaxshilar, darsimizni faqatgina bitta jihati bor, shuni aytib o'taylik. Bugun darsimizni olish uchun bitta so'rovnomada qatnashishimiz kerak. Bitta so'rovnomada. Bu so'rovnomani keyin tashlab qo'yaman sizlarga. O'sha so'rovnomaga qatnashib, darsimizni videosini yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi o'zlaringizga. So'rovnoma biz uchun o'sha nimalar tashkil qilishimiz kerak, o'quvchilarda o'zi nima muammo, o'sha jihatlarga qaratilgan so'rovnomamiz bor. Ko'p vaqtlaringiz ketmaydi uning uchun. 2-3 daqiqa shu so'rovnomani to'ldirib, shu darslarni yuklab olasiz, mana shu darsni. Hozir yozib olayotgan darsni. Xo'p, qiroat qismi bo'yicha maslahat uchun alohida dars qilsak bo'ladi. Uni hozir bu yerda to'laqonli gapira olmayman. Agar qiroat qismi yuzasidan kim zo'r natija qilaman deydigan bo'lsa, lug'at boyligini oshirsin, grammatikasini zo'r qilsin. Shu ikkita jihatga ko'p ahamiyat bersin. Grammatikasi zo'r bo'lsin, lug'at boyligini oshirsin. Qiroat qismi bo'yicha bu qisqa maslahat. Xo'p, Muslimaxon yo'q. Kompyuterda yozilmaydi, varaqqa yozasiz va oq varaqqa yozasiz. Boya ko'rsatdim. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, oq varaqqa yoziladi. Kompyuterda yozilmaydi. Kompyuterda at-tanalda yozadi. At-tanal shahadatut tanal bor, tanal sertifikat. O'shanda yozasiz kompyuterda. Bunda yo'q, bunda kompyuterda yozilmaydi. Boshqa qismlar bo'yicha ham Alloh nasib qilsa chat qilarmiz. Hozir eng muhimi va dolzarbi shu bo'lganligi uchun, mana shu bo'lganligi uchun shu bo'yicha dars qildik sizlar bilan. Varoqqa yoziladi dedik buni. Imtihon varoqqa yoziladi. Keyin men reja qilyapman yana bitta narsani aytib o'tay sizlarga, tinglovchilar. Qaranglar. Biz eshitamiz biz. 48 ekanmiz. Xo'p, qaraymiz, yaqinda imtihonga kirib chiqasizlar, imtihon kirayotganda. Xo'p, speakingdan mock tashkillashtiraman. Mock aynan shu jonli darsni sifatida chat qilib, speakingdan ham 1-2 dars qilarmiz vaqtiga qarab. Kechki paytroq qo'yib beraman. Sizlar bilan birgalikda speakingdan ham dars qilamiz, nasib xudo xolasa. Al-maharatul muhaddasa. Muhaddasa, chunki bizda asosiy qism qaraydigan bo'lsangiz, talabalarga qaraydigan bo'lsangiz, ko'pincha kitaba qismi bilan o'sha muhaddasa qismi, ya'ni al-mahara intajiyya deyiladi bu qismda. O'sha qismlardan ballari kamroq. O'shaning uchun shu bo'yicha ham dars qilish reja qilib turibman. Xudo xolasa u bo'yicha ham darslar bo'ladi. Xo'p, tanaldagi juda farq qiladi. Juda ham katta farq qiladi. Bu alohida darsda bu ham. Bu o'zi alohida mavzu, tanalning kitabasi. Buni kitabasi o'ta farq qiladi. Bunda boshqacha, unda to'la boshqacha.
Xo'p, speaking darslari, xo'p, imtihon yana yakshanba bo'ladi-yu. O'sha yakshanbada birinchi speaking darsini qilsak kerak, ya'ni ko'ramiz. Alloh nasib, vaqtga qarab qo'yamiz. Xo'p, hozircha bizdagi shular ma'lumotlar. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchaga xayrli tun. طابت ليلتكم جميعا. أتمنى لكم تفوقا وعدم التوقف في طلب العلم. ilm talab qilishda to'xtamayizlar. Muvaffaqiyat tilaymiz hammaga. وأيضا النجاح في الامتحانات. امتحانlarda omad. أراكم لاحقا إن شاء الله. مع السلامة في أمان الله.